Xo'p, demak, endi e'tiborli bo'lasizlargina ko'rsatib o'tamiz barchasini sekin. Demak, qaraydigan bo'lsak, hop, bizada okey. Ya'ni bizada oxirgi kelgan, ya'ni analiz bo'yicha mana shuni tashlab o'tdim. Toshda sizlarga ishonchliroq bo'lardi. Mana shu minimumni yorsak, shundan keyin kirsak deb tashlab qo'ydim. Va bizada kutayotgan o'z urinimiz qaysi edi? Narx bir marta mana shuni high qilib qo'ydi va shu high qilgandan keyin retest kuzatdik. O'yladik, что agarda yana bir marta yorsak shuni chiqib ketamiz. Sizlarga deyarli barcha darslarda aytib o'taman, to что narx yoriydigan bo'lsak, misol uchun mana bunday ko'rinishda switchdan misol uchun bizada shakllanadi deylik va undan keyingi bizda ochilingan switchadan kirishimiz mumkin ekan. Tushunarli? Lekin bizada hozirgi holatda nima bo'ldik? Narx kirib kelganmiz, hozir ko'ramiz uni bozordan. Narx kirib kelganmiz va switcha naborot pastda yopilindi, e'tibor beramiz va undan keyingi switchadan men ham qo'shilib olganman. Va o'sha как положено H1 deylik time frame'da. Tushunarli? Endi qaraydigan bo'lsak, xuddi shu holat, ya'ni xuddi shu analiz, aka-ukalar, eslaringizda qolsin. Hop, hozir darsdan ham tashlab qo'yaman. O'sha, ya'ni bu sizlar uchun qilgan analizim hisoblanadi va xuddi shu jarayon, ya'ni bu yerda ham nima deganmiz? Hozir просто bitta grafikni olib, shu men agar analiz tashlasam, xuddi shunday zonalarni o'ziga ham tashlab kutib o'tirsak misol uchun bo'ladi. Chunki men bozor yaxshi ranjda yurgani uchun пока что yaxshi zonalarni berishga harakat qilyapman. Sizdan foydalanishga harakat qiling-da aslida. Hop, qachon biza bayda bo'lardik? Shu zonani misol uchun deylik impuls bilan yorib o'tdik. Undan keyingi switchdan mumkin edi bay yokida chiqib ketgan shu yerga retest to'g'ri mana holat kutardik. Endi biza o'rta zona edi-ku bu просто откатli zona edi. Mana shu o'rta zona olgan bo'lsangiz ham faqat narx nima qildik? Shuni oralig'ida qo'yamiz va 3 ta maksimum shu yerda shakllantirdik. Ko'radigan bo'lsak. Endi kaga nima bo'lishi mumkin? Narx shu maksimumlarni yangilab tushishi mumkin. To'g'rimi? Logika-ku bu. Misol uchun narx nima qiladi? Maksimum hop определенный deylik narxda maksimumlar bo'lsa, narx maksimumlar yangilab keyin tushishi mumkin. To'g'rimi? Xuddi shu holatda agarda bizada minimum ketayotgan bo'lsak deylik, narx minimumlarni yangilab keyin ko'tarilishi mumkin ekan. Bu logika. Chunki nimaga? Chunki narxga vigitni har doim stoplarni olib. Stoplar qayerda bo'ladi? Minimumlar pastda. Narx nima qiladi? Minimumlardan bitta yangilab turib keyin yuramiz ekan. Bu yerda ham xuddi shu holat ekan-chular, ya'ni maksimumlarni bitta yangilab turib yuramiz. Xuddi shu holatda просто hisobga oldim. Ozgina logikani ishlatdik. Qarang, e'tiborli bo'lamiz. Bu yerda qolgan narsalar mana qo'shimcha strategiyalarimiz boshqasi ozgina logika ishlamasa ham befoydada. Hop, deylik, 3 ta maksimum shu yerda shakllangan. Chizib o'tirmadim, endi adashib ketmasligim uchun deylik. 3 ta maksimum mana. Va shu 3 ta maksimum yangilanib shuni hisobga olganman va endi qaraydigan bo'lsak, bizada shu yangilanish impuls bilan kirib kelyapti va butun bo'lib H1 yopilyapti. Men yangi ochilingan H1 dan qo'shilyapman. Tushunapsizlar? Va yangi ochilingan H1 ham retest beryapti, примерно shu switchani o'ziga retest beryapti-da. Sekin undan keyin nima bo'lamiz bizada? Narx oqib ketamiz. Mana shu yerdan yangi ochilingan switchadan yangi qo'shilib olaman va sizlar uchun aytganim, to что mana shu minimumlar yorilgandan keyin qo'shilib olingan. Narx nima qildik? Impuls bilan yorildik. Mana bu yangi ochilingan switcha bo'yicha bizada retest berib, pastga o'tdik, ketyapmiz. Tushunarli? Bo'ldi va bizada kutgan minimumimiz qayer edi? Deylik, mana shuni ham ko'rsatib o'tdik. Agarda minimumga o'tsak, shu yerga kelamiz va shu yerga kelib turib bizada nima kuzatyapmiz endi? Откат. Как maksimum nima bo'lishi mumkin? Bizada narx baribir skres va buni teyda ochilganligi sababli skres va baribir shu yergacha примерно kelib, mana holat bo'lib, yana bitta misol uchun retest kuzatishimiz mumkin. То что ozgina pastgacha. Qachongacha bu holat globalniy bay ham bizga vigitni, men sizlarga eslaringizda bo'lsa, bundan oldingi stream bitta ko'ringlar. Aytib o'tganman, men ham globalniy baylarim bor. Men mana shu yergacha ushlamoqchiman сделкalarimni 3400. Bilmayman o'zim aniq qaysidan qaytishini, lekin shu zonadan qaytadi, откат bo'ladi deb o'tdim sizlarga. Ana shu immunni bundan oldingi 12 minutmi, 15 minut o'zi stream qildim. Shuni shundoq kuzatadigan bo'lsangizlar, o'sha yerda aytib o'tganman. Shu yerda hamma baylarimni deyarli 90% ni yopaman. Ko'rgan bo'lsangizlar, pastda skrinshotlarda pastdagilar yo'q, pastlardan misol yopib tashladim deylik. Chunki hisobga olib o'tirdim shu holatlarni. Narx kirib keldi-ku, impuls bilan gap bilan pastga ochildi. Men уже bo'ldi bu holatda уже ancha zdegalardan chiqib, yo'q, selga harakat qilaman. Nimaga? Просто perlov ko'rishimiz mumkin. Perlovdan keyin nima bo'lishi mumkin? Как maksimum shu yerdan qaytishimiz mumkin.
yokida narx yana bir bor maksimum ko'rib, keyin qaytib kelishimiz ham mumkin ekan. Nimaga? Sizlarga o'sha ko'proq aytib o'tamiz, Sirojiddin ham streamlarda tushuntirib o'tadiki, agar e'tibor bergan bo'lsangizlar, narx bizada nima deymiz, то что maksimum, то есть minimum agarda perlow bo'ladigan bo'lsa, narx bitta maksimum ko'rib keyin qaytamiz ekan. Bu yerda ham hozir xuddi shu holatda turibmiz. Narxda minimumlar perlow bo'lgan, balki bo'lishi mumkin shu yerdan qaytish, agar shu yerdan qaytmasa, aniq yana bitta maksimum ko'rib keyin qaytamiz ekan. Akalar, mana shu bo'yicha misol uchun будущий holat tilolarsida harakatlansa bo'ladigan joyi ekan va o'ylaymanki, nima uchun men selga kirdim, sizlarga tushuntirib qo'ydim. Ko'rdingizlarmi? Sizlarga tushuntirib kelyapman va shu uchun deyarli 5 daqiqada tushuntirib qo'ydim. Qanaqa qilib shu yerdan kirib qo'ydim, nima qildim? O'ylaymanki, sizlar tushundingizlar. Tushunmagan bo'lsangizlar ham yana bir marta ko'rib chiqinglar darslari, tushunasizlar. Ya'ni ancha-muncha narsa o'rgatyapman, narsa adashib qolmanglar. Ya'ni bu narxi o'rta zonasi mana bundoq qilib ko'radigan bo'lsak, bizada bu globalniy zonalar. Shuning uchun mana nima qilgan bizada shu maksimum yorib o'tdik, shunga aniq kelishini taxmin qilib sizlarga aytdim. Aniq shunga keldik va shu yerdan yopamiz dedik va shundan keyin narxda nima kuzatyapmiz? Atkat kuzatyapmiz va bu atkat ham qayerga? O'sha yorib o'tgan zonasida пока что atkat. Yana chiqamiz, yana atkat qayerda? Shu zonadan atkat. Yana chiqamiz qayerga? Yana shu zonadan sekin switch opilib beryapti, yana atkat. Impuls bilan yorib qo'yapmiz, variatsiyaga kelyapmiz, yana atkat. Tushunarli? Bu yoq уже qaysidir ma'noda e'tiborli tursangizlar, bozorni sekin tushuna boshlaysizlar. Просто o'rta zonalarda bunaqa adashib qolmanglar-da. Mana o'zi ataylash uchun kichkina deb qo'yganman. Buni yorib qo'ydi, endi ketdi bir umr bayga. Yo'q-da, misol uchun zonalar bor. Xuddi shuni bu yerga qanaqa chizgan, xuddi shunaqa qilib chizib qo'yishga harakat qiling-da siz. U просто tashlab qo'ymayman, akalar. Вот, mana shuni sizlarga такой ulashib qo'yaman. Bugun uchun day tradeimiz shu va hozir zapisni ham tashlab qo'yaman. O'ylaymanki, bomba bo'ldi. Xudo xolasa harakat qilib ko'ringlar. Faqat selingcha ko'ringlarda ikkita zona bor. Sal tepadan bundan o'xshamasa, undan keyingi tepasidan harakat qilib ko'rasizlar. Ya'ni shunga qarab ija qilsangizda bo'ladigan joy. Ya'ni bu degani endilargacha bayga kiringlar deb ayta olmayman. Misol uchun men selni, demak, seliga harakat qilib ko'raman-da. H100 H1 trade H1dan ketdik. Demak, mana shu bugun uchun nimagadir sizlar pastda endi reaksiyalardan bosmayapsizlar, akalar. Tem bo'lib biza ko'payamiz, xudoga shukur, ko'z tegmasin. Reaksiyachilar bir 100 ana birinchilari eng kamida 100 dan tursa, mazada qaranglar, mana o'zim qo'llab-quvvatlayman, hammasiga deyarli bosib chiqaman. Hop, shunaqa gaplar akalar. Demak, o'ylaymanki, bugun uchun mavzumiz va bugun uchun bozorimiz sizlarga tushunib bo'ldi. Salimdorroq qilib qo'yaylik endi. Bular endi aktiv zonalar baribir bizlar uchun. Вот. Endi bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar narx hozircha shu yerdan atkat, demak shu yergacha bu atkat kuzatishimiz mumkin ekan va shu yerdan selga kiramiz ekan. Skорее всего selga harakatlanganimiz bizga maqsadga muvofiq ekan. Va soatga qarasak ham misol uchun 2 deylik ham, bizda 2.50 misol uchun, bu menda 3 bo'lyapti soat. Hali Amerika kirishiga ham ancha vaqt bor, shu uchun Amerikani kirishini kutib olganmiz. Maqsadga muvofiq budishimiz, zelkamiz uchun akalar. Вот. Bugun uchun sizlarga bermoqchi bo'lganim va tushuntirmoqchi bo'lganim shunday iborat edi. Qolganini nasib bo'lsa biza sekin communityda ko'rsatib harakatlanamiz ekan. Hop, communityda bizada mana bunaqa bo'limlarimiz mavjud. Hali buni keyin ko'rsatib o'taman. Sizlarga bitta motivatsiya bo'lishi uchun bolalar qanaqa ishlayapti va shularni bir ko'rsatib o'taman. Faqat hech kimga aytib qo'ymaysizlar-da. Ana misol uchun selgirilgan 520 punkt yengil, akkuratni. Вот, endi punktga 34 10 bo'ladigan bo'lsa, bu yoqda 33 20 kalkulyator error chiqdi. Вот, bu yoqda 34 01 deylik, 34 14 130 punkt to'g'ri. O'zi 100 punktda plan bolalar mana o'zi bajardi bugungi day trade'larni amalga oshirishga. Mana rejalarni tashlab britanskiy dollarlarga endi necha tashlash kerak ozgina. O'bga qopti. Ясно. Demak, bizada britanskiy dollarda sell analiz qilganlar, undan keyingi natija. Chunki nimaga bunaqa natija bo'ladi bilasizlarmi? Streamlar bo'limiga o'tasizlar. Bo'ldi, o'z shu yerdan tushunib olasizlar bu yerda. Ancha endi narxini biza belgilaymiz, o'zlaringiz ko'rasizlar.
Ancha temalar bor bu yerda. Har kuni stream bo'ladi, har kun. Shunaqa gaplar kelar. Hop, charchamanglar. Xudo xolasa hozir sizlarga ulashib qo'yaman. Tezlik bilan ko'rib, o'rganib, ehtiyotkorona bo'lib harakatlanasizlar degan umiddaman. Va yakshanba kuni sizlar bilan birgalikda stream bo'lib o'tadi. O'sha streamda nasib bo'lsa ovozlaringizni ham ochaman. Birgalikda savol-javoblar ham qilib o'tiramiz. Shuning uchun bo'ladigan chiroyli savollarni taxlab tursangizlar, men ham sizlarga maksimalli javob berishga harakat qilaman. Faqat trading bo'yicha, mavzudan chetlashmagan holatda. Hammaga rahmat, charchamanglar.